Xitoydan zakaz qilishni hoziroq to'xtatinglar. Agar Xitoydan hozir zakaz qilib qo'ysanglar, 30 kungacha ham tovaringlar qolib ketishi mumkin. Men nima deyotganimni Xitoydan doimo zakaz urib turadiganlar juda ham yaxshi tushunishdi. Xitoyda yaqin orada 2-3 hafta davom etadigan katta Yangi yil bayrami bo'ladi. Shu sababli ko'p kargolar ishlamaydi. Sizlarga katta maslahatim, tovaringlarni fevral boshigacha 2-3 fevralgacha urib qo'yishinglar mumkin va tovaringlar o'zinglar xohlagan vaqtda keladi. Agar siz bu orada juda ham kam muddatda o'rgana Xitoydan zakaz qilishni desanglar, albatta, men bilan 2 kunda ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganishinglar mumkin. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiringlar, o'zim sizlarga aloqaga chiqaman. Xitoydan zakaz qilishni hoziroq to'xtatinglar. Agar Xitoydan hozir zakaz qilib qo'ysanglar, 30 kungacha ham tovaringlar qolib ketishi mumkin. Men nima deyotganimni Xitoydan doimo zakaz urib turadiganlar juda ham yaxshi tushunishdi. Xitoyda yaqin orada 2-3 hafta davom etadigan katta Yangi yil bayrami bo'ladi. Shu sababli ko'p kargolar ishlamaydi. Sizlarga katta maslahatim, tovaringlarni fevral boshigacha 2-3 fevralgacha urib qo'yishinglar mumkin va tovaringlar o'zinglar xohlagan vaqtda keladi. Agar siz bu orada juda ham kam muddatda o'rgana Xitoydan zakaz qilishni desanglar, albatta, men bilan 2 kunda ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganishinglar mumkin. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiringlar, o'zim sizlarga aloqaga chiqaman.